Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa mana Asaka shahriga yetib kelganmiz. Xudo xolasa polnisi tunika o'yinimizni bitkazib topshirmoqdamiz. Xo'p, shu ko'rib turgan joylaringiz video boshida aytaman 18.500.000 so'mga hammasi o't ichida tanlov o'rtada lyustralari bilan birgalikda bo'ldi. Xo'p, bu ko'rinishdan tashqari ko'cha shapkamiz ham bor. Uzunligi 21 metrga sayson chiqqan shapka. Mana ko'chani ham ko'rsatib o'taman. Keyin fonli videoda to'liq ma'lumot beramiz inshaalloh. Mana ko'cha shapkamiz hozir o'tay ko'rinmagan holatda. Darvozaxonamizga skromli ideal holatda fason tanlangan inshaalloh. Xo'p, qo'shimchasiga bu usullarni ham urab berganmiz, chotki holatda qilib. Kraska qilib yurmaydi, keyinchalik ham vechna bo'lib qoldi. Tanlovlarimizni ham besitik tanlovlardan qo'yib berganmiz, polnisi. Xo'p, tanlovlarimizni ikki chekkasida choki bo'ladi, xolos qolgan joyda polnisi butun holatda bo'lib yakunlangan. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Nomerlarimiz 93 067 11 33.